Haytga o'zingizga Genesis G90 ni sovg'a qilib yuborasizmi deyman. Maza qilib bu yog'iga oqib yurasiz. 12000 proba 2025-yil, kraskasi toza va qop-qora ranglisi lagan diskelada. Bilasiz, mana degan seriozli odamlar shu mashinaga o'tib ketishgan. G90 4 tomon tortadi, 3.5 turbina motor, knopkada ochilinadi, bitta bossa yopilinadi. Mana qarang, orqada monitorlar, boshqaruv panellari, sildenali, polni, elektronnik punktlar ham yengidek bo'lib turibdi. Mashinangiz yengidek bo'lib turibdi. 12000 yurgan salonga o'tirsangiz, voy, masla mashina haqida kelib turibdi. Kelib o'zingiz ham o'tirsangiz-da, to'g'ri aytgan ekandingiz. Mashina srochniga 101 mingga baraka qilarsiz bo'ladi. 101 ming. O'sha eng top Bengali akuska sistema, qora rang salonli, oldi chast adashmasam biror lagan diskelada tayyor maza qilib shundoq haydab ketasiz. Degan nomerlarni